Hayırlı şembeler. Şembe gününe hayırlı olsun. Bütün dünyadaki vatan söken kıyırındaşlar. Bugün 6. ayının 24. günü şembe, günüge şembe. Ben yine sizlerin aldığınlarda, çünkü düşembe günü iş kılmadı iken heyet vakitte ben öyle bop bulamayım. Şuna köpülükке bir heyetlik salam yollagaş. Hem özümdeki şu bir iş kepti jarayanın o yüzden kögen mühim haberler. Bularni köpçülükке yetkizip koy dep o'yladim. Ötkenki leksiyarimizda masalan dünyada Uyg'urning dunyodagi o'rni degan temada men litiumni tunishtirib o'tgandik. Milletimiz bu vaqtda o'xshamagan, nayta pozitiv bo'lgan, yaxshi bo'lgan uchur savollarni, har turli savollarni so'rgan bo'ldi. Men buningga ko'pchilik qarindoshlarga masalan bu litium doirasida bu namda biz elementlar davr jadvalida Uyg'urcha liti deymiz. Bu inglizcha bu yerda litium deydi. Masalan buni ustozimiz Sidiq Ajro'zi bo'lsa, uni seriq to'pa deb turib oladi. Meni deyotganim hurmatli ustozimiz Sidiq Ajro'zi bilan ayni fikrda. Seriq to'pa degan vaqtning o'zida onun ichida o'xshamagan elementlar, masalan o'xshamagan oz uchraydigan metallar, masalan uningga yana sodium deydi, litium, boshqa uranium degandek. Uranium bu hamda ko'pchilikka tanishlik bo'lgan, bu hozir yangi dunyoga keltirayotgan shu tok ishlab chiqarishda, mashina ishlab chiqarishda batareya uchun kam bo'lmaydigan litiumdan hatto sifatli bo'lgan, masalan sodiumning doiralari shu ustozimiz Sidiq Ajro'zi deyotgan seriq to'pa doirasiga kirdi vatandoshlar. Shuning ichidagi elementlar men bir detallarni tushuntirib chiqdim. Buni ko'pchilikka mushaqda men ko'pchilik azroq bir tushunchalarni bermoqchi. Cho'ng bir alohida bir mazmunni temini qilib o'tirib men bu ishlarga kirkatmayman. Yana muhim bo'lgan tema ama shu dunyo vaziyati bilan birga yana o'zimizningki Uyg'ur davlatininki zoti qandaqligi, Uyg'urlarning dunyodagi o'rnining qandaqligi, mush to'g'riliq biroz ko'pchilikka azroq qo'shimcha ish tushuntirib qo'yman deb. Şu litium bo'lsin, sodium bo'lsin, ustozimiz degandek ranglik seriq to'pa, ranglik metal, az uchraydigan metal, mushularninki chetishlik dunyodagi bir turkum shirkatlar bu narsalarning qiyinlik darajasi qatorliq masalalarni biroz men ko'pchilikka tushuntirib qo'yib o'taman vatandoshlar. Onundan başka mesela Palestin meselesi bo'lgan bo'ldi. Palestinniki raisi Mahmud Abbas Xitoyni ziyorat qilgan jarayonning o'zida Uyg'urlarni qarlaydigan to'g'riliq so'zlagan so'zlari buning qarta o'zimniki tushuncharim deb qo'yma. Undan burun hozir bu temalarga kirishdan burun ko'pchilikka yetkazib qo'yadigan eng muhim bo'lgan tema qaysi desanglar vatandoshlar, bugun men hozir buniki turkcha xabar chiqdi. Masalan Rossiyaninki pulliq askari masalan Yevgeniy Prigojin Rostov, Rossiyaninki shu Ukraina chegarasiga yaqin yerda Rostov shahrida siyosiy o'zgarish qo'zg'adi vatandoshlar. Bu hamda bir cho'ng bir muhim xabar. Buni shu turkcha chiqiribdi, inglizcha mi turdi, u yernikida har yerda. Hamda ko'pincha qarindoshlarimiz turkchani biroz tushunganligi uchun buni jiq yoki inglizcha desak buni meg'izdan meg'izga tarjima qilmasak bo'lmaydi. Ammo inglizchada unda bir usta emas. Ammo turkchani yaxshi tushungandan keyin shu turkcha xabardan oldim. Onanglar beri 3-4 minutdak vatandoshlar. Chunki bu muhim. Hozir bu Rossiyaniki siyosiy Ukraina urush mezgillarida hamda urush Ruslar bilan Ruslar o'tirsida, ya'ni Rossiya markaziy hokimiyati bilan pulliq askar Wagner o'tirsidagi urush qilyapti vatandoshlar. Bu bizcha aytgan chaqda muhim. Nima uchun muhimligini desak vatandoshlar, Rus hokimiyati mayli ayni vaqtdagi Stalin hokimiyati bo'lsin, biz Uyg'urlarning bugungidek shunday qulluq holatiga qilishiga birdan-bir sababchi bo'lgan Rus va Rus xalqi. Rus xalqida o'tirib buni to'liq men necha million insonlarning hammasiga otib o'tmayman. Ammo ayni vaqtdagi Rus Stalin hokimiyati bizni Xitoylarga setib etish orqali bugungidek irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lishga, millatimizningki necha million insonning shu 1949 dan tortib ta hozirga qadar
Mesela biz bilmeyimiz kaç milyon insanların ölgenliğini biz tahmin bilmeyimiz. Hazır vaktimizde neçe milyon insan ceza lagerda erkek kırgınçılık boyunca muşu 2014'ünü tartıp kendigen çağda benim bilişimçe neçe milyon insan yiyip gitti. Ama Xitayning atkan atom kuralları tüpeyliden vatanımız Uygur devletinde geçen vatandaşlar Uygur devletinde mesela 46 katta tarım vadisinde, teklimakan vadisinde 46 katta atom sınak elip verişinin yüzdülla 1,5 milyonga yakın Uygur'nunki her türlü keseller bilen şu mezgilde tuğulgan buvaklarınki invalid her türlü keselikler bilen ölüp ketkenligideki haberler bir okusak biz tepip okusak okup çıkalayımız. Uygur'dan zaten qiniga mahkum bo'lgan, Uygur'dan zaten erkinlikka mahkum bo'lgan, erkinligidan mahrumsiz qilgan Rus va Rus hokimiyati bugun kun kelgan chaqda Ukrainaga nochilik bilan kirib qo'yib, hamda Ukraina askarlarininki qaqshatqich zarb berishga bardashlik berolmagan, masalan, Yevgeniy Prigojinga o'xshash pulliq askari hamda bu xatolikni to'g'ri yadingiz deyapti. Men bu orqali Yevgeniy Prigojinga men advokatlik qilmoqchi emasman. Yevgeniy Prigojinning o'zimiz Suriyada siyosiy o'zgarish qo'zg'ab Suriyada askarlarni qirgan, Darfurda ish ko'rish qo'zg'agan va biz oldingi suhbatlarimizda degan Yevgeniy Prigojin vaqt kelib qolsa yana dunyoning nurg'un yerlarida siyosiy o'zgarish qo'zg'ay oladi. deb biz bir hikoya bo'ldi. Bu aniq xotiramda yo'q. Yevgeniy Prigojinning Sergey Shoyguni qattiq haqoratlayotgan videosini ko'rsatib o'tirib, bu bir cho'ng bir siyosiy o'zgarish vatandoshlar. Yevgeniy Prigojin endi o'ziniki tug'uchini Rus markaziy hokimiyatiga qaratib degan temada biz ko'pchilikka uchirib bergan vatandoshlar. Degandek siyosiy o'zgarish endi Sudandan keyin bu o'ziniki Rossiyada, ya'ni Rostov shahrida siyosiy o'zgarish qildi vatandoshlarimiz. Rossiya markaziy hokimiyati Yevgeniy Prigojinni tutish buyrug'i chiqarganligi to'g'risida xabarlar chiqyapti. Shuning uchun bu muhim xabar vatandoshlar. Uyg'urning qiniga kirgan insonlar, Uyg'urning qinini satgan insonlar davlat bo'lsin, men ilohdan Xudodan tilaydiganim mana shu bir-birining ichiga qoniga kirsin, bir-bilan qon bilan melashsin, bir-birini o'ltirsin, bir-birini qirsin. Yetarki adolat to'g'ri qaytsin. Ve kelgusida demoqchi o'g'lim, Xitoy markaziy hokimiyatimi ichidimi shunday bir Yevgeniy Prigojinga o'xshash azroq bir harakatlar bo'lsa, Xitoy hukumatining ichidagimi bir generallar chiqib, o'zining ichidagi Uyg'urlar, masalan, Uyg'urlar erkiy qirg'inchilik qilayotgan Tibet va diktatorning ichiga ko'milib ketgan, kun botgan xalqini shu Xitoy hokimiyatigimi Yevgeniy Prigojinga o'xshaydigan bir birlaridan chiqib, shunday bir siyosiy o'zgarish qilishni biz tilaymiz vatandoshlar. Zaten men arzu qilaman. Xitoyning kelgusida Xudoyim bo'lsa, ichki qismida shunday Yevgeniy Prigojin bilan markaziy hokimiyatning o'rtasida qanchalik qirg'inchilik bo'ldi biz buni bilmaymiz. Ammo men ulg'ayishni umid qilaman. Toki Yevgeniy Prigojin bir u taxtga chiqqandan keyin masalan hokimiyat egallansa bir adolatli bir siyosatni o'tirib chiqishga ishonmayman. Ammo bu jallod bilan jallod o'tirishdagi bir qirg'inchilik vatandoshlar. Xuddi shunga o'xshash Xitoydimi jallod bilan jallodlar o'tirsda ichki qirg'inchilikningki bo'lishini men umid qilaman vatandoshlar. Chunki millatimdan qiynoq kirdi. Qiynoq kirganlar bir-birini qirishsin, bir-birini o'ltirishsin, bir-birini chepsin, bir-birining go'shini yeysin. Chunki kuchliklar ojizlarni xohlagancha yeysi bo'ldiki, anda qo'ygan bo'lsa, kuchliklarni ichida o'tirib g'ojirlashib, bir-birini qirishsa, bir-birini yeysin nima qilib bo'lmaydi. Acizning tomosha ko'rda vaqtim bo'lish kerak bu. Anda bo'lsa vatandoshlar, ma Türkçe xabarni anglab yiqinglar. Çıkan Rusya'da darbe ile ilgili son gelişmeleri aktaralım. Dün geceden beri bu haberleri yakından takip ediyoruz. Haberleri oluş sırasına göre aktaracağız fakat son dakika görüntüsü paylaşılıyor. Wagner şefi Prigozhin'in Güney Askeri Bölge komutanlarıyla birlikte Rostov'daki görüntüsünü görmektesiniz. Rostov'daki karargaha girmiş durumda. Biz bu seslendirmeyi videonun başına dahil ettik. Videonun ilerleyen kısımlarında Rostov'daki olaylara adım adım değineceğiz.
Çünkü videoyu yaptıktan sonra son dakika olarak Rostov bölgesine Güney Askeri Bölge Komutanlarıyla birlikte Prigozhin'in geldiği ifade ediliyor. Rusya devletiyle güvenlik şirketi, daha doğrusu paralı asker grubu Wagner arasında kriz devam ediyor. Rostov'da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ifade edilmiş. Rostov'la Moskova karayolu üzerinde Wagner ve Rus askerleri arasında çatışmalar yaşandığı haberi servis edilirken Rus askerlerinin silahlarını bırakarak kaçtığı haberleri de servis ediliyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozhin'in Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiği de ifade ediliyor. Yine Güney Askeri Bölgesi karargahı yakınında olası Wagner askerlerini görmektesiniz. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi karargahı an itibariyle kuşatılmış durumda. Çok ilginç görüntüler var. Sokaklarda Rus ordusunun değil, Wagner grubunun olduğunu not düşelim. Güney Askeri Bölgesi karargahından ardından daha fazla video servis ediliyor. Videolara baktığımızda Rostov'da 300'e kadar Wagner savaşçısının olduğunu not düşelim. Bilindiği gibi genellikle azılı katillerden oluşan Wagner grubundan bahsediyoruz. Rostov'da yerel basın Wagner savaşçılarının Güney Askeri Bölge Karargahı, polis ofisi, PSV ofisi ve belediye binasını kordon altına aldığını ifade ediyor. Yerel basına çıkan haberlere göre Rostov'da Wagner savaşçılarının bir dizi binayı daha kontrol altına aldığı ifade edilirken özellikle Güney Askeri Bölge Karargahı'nda direniş olmaması dikkat çekiyor. Wagner tarafından düşürülen Rus helikopterinden çıkan dumanı da görmektesiniz. Bu tabii ki de bir iddia, şu an itibariyle henüz doğrulanamadı. Yine Wagner askerleri Rostov'da Güney Askeri Bölge Karargahı'nın önünden videolar paylaşıyor. Savunma Bakanlığı'nın Rostov'daki binasına el konulduğu haberleri de paylaşılmış. Haberlerin daha çok Rostov bölgesinden olduğunu not düşelim. Wagner güçlerine ait olduğu iddia edilen ve Rostov bölgesinin gelişinden yeni görüntüler de paylaşılıyor. Moskova'da durum ne dersiniz? Biz bu videoyu çektiğimizde sabah saat 07 sularında Kızıl Meydan'a ulaşmanın imkansız olduğunu, Moskova'nın merkezinin demir parmaklıklarla çevrili olduğunu hatırlatalım. Yine Rus propaganda kurumu Yandex'in Yevgeni Prigozhin'le ilgili materyalleri engellemeye başladığı ifade ediliyor. Yandex arayıcısında Prigozhin engellenmiş durumda. Rostov karayolundan çok fazla görüntü paylaşılmış. Ardından yine sabaha yakın Rus Wagner lideri konuşuyor. Yevgeni Prigozhin şunları söyledi. Genelkurmay Başkanı havacılığa, sivil araçlar arasında seyreden konvoylarımızı bombalama emri verdi. Çocukları ve teslim olanları öldürmeyeceğiz açıklaması yapılıyor. Bugün bize füze saldırısı yapıldı. Sonra helikopterle vurdular. Ardından obüslerle vurdular şeklinde bilindiği gibi dün akşam saatlerinde Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'a sert tepki göstermiş. Wagner'i yok etme emrinin Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov tarafından verildiğini ifade etmişti. Ardından Rus sınır muhafızlarının Wagner'in ilerlemesine karşı çıkmadığı şeklinde Prigozhin'den ilginç açıklamalar gelmiş ve sabah saatlerinde sona yaklaşıyoruz açıklamasını yapmıştı. Rusya TV1, Rusya Devlet Medyası ise moda ve dizayn konuşuluyor. Biz bu videoyu çektiğimizde Rus Devlet Medyası bunları görmezden gelmiş durumda. Fakat Rusya'nın karışması tabii ki de bizim de işimize geliyor. Her yerde... Qarindoshlar bunun 8 minutlikka 4 minutlik yerimini aldinglar, hammani anglashdan ki zurriyati yo'q. Bu shunchalik anglasanglar edi-da, men faqat bu yerda muhim bo'lgan xabarni isbot sifatida o'tirib qo'yib qo'ydim. Mana bu xabarda deyotdi, masalan Wagner guruh, Wagnerning qismlari Rostov shahrida siyosiy o'zgarish qo'zg'adi deydi. Ya'ni ko'ryapsizlar, ko'chalarda turayotgan tanklar. Demek bir yerde Yevgeni Prigozhin'i kelsak vatandaşlar her gündeki bir yerde video çıkarıvatıdı. Rusya merkezi hakimiyeti bizden yo'qotish qaroriga kelgan. Mesela Rostov'daki bizningki harbiy bazamizni o'ldi, harbiy bazamizga bomba tashladi. Bizni qurolsizlantirmoqchi bo'ldi. Biz faqatla mesela Moskva hakimiyetiniki Ukrainada g'alaba qilishdan iborat tushudimi yo'q, o chirigan hokimiyat. Fakat ve fakat biz Wagner'ninki Rusya Ukraynada g'alaba qilishni, ya'ni Rossiyaning Ukrainada g'alaba qilishni orzu qilgan, umid qilgan ve birdan-bir qonliq jang qilayotgan biz da o'tirib bular shunday videolarni tekrar taqib keldi vatandaşlar. Nima uchun Rostov endi bu yerda Wagnerning siyosiy o'zgarish qo'zg'aydigan bir manbasi nuqtasi bo'lib degan chaqda bu yerda Rostov bir bu Wagnerninki masalan askarlarni, pulliq askarlarni mashqlantiradigan, tarbiyalaydigan asosliq muhim bir baza.
mühim bir bazısı Rusiyaga tava. Muşada bu siyasi özgürlüş qo'zg'ab, endi bu debatda ben 25 ming kishilik şu Wagner'ning qismlari orqali bana salam yo'llagan qarindoshlarning hammasiga menda salam. Ya da Qayri Zaman, Abdukerim degan qarindoshlar hammasi etigelik salam yo'llabdi. Menda salam qarindoshlar. Bu yerda 25 ming kishilik Wagner qo'shinlari bilan biz siyosiy o'zgarish qilmaymiz, markaz hokimiyatni olamiz degandek so'zlar bo'lyapti endi vatandoshlar. Demak, bu yerda bizning demoqchi o'g'limiz nima degan vaqtida vatandoshlar, Rossiyaning ilgirki so'pitimiz degan Rossiya qismlarining hozirgi vaqtning o'zida Checheniya qurolli qismlari, Rossiya markaz hokimiyat qismlari va Wagnerdan iborat bu pulliq askarlar qismida bor 3 qismdan tarkib topayotganligini ko'ryapmiz. Bence bu vaqtda Rossiya hokimiyatiniki Wagnerni mush Ukraina urushiga yo'llash orqali Wagnerni yo'qotib etish g'arizli qilganligi bu to'g'ri. Chunki Wagner masalan Suriyada urush qo'zg'ayoldi, Darfurda ishki urush qo'zg'ayoldi. Men ilgirki suhbat degan Wagner vaqt kelib qolsa, hali nurg'un davlatlarda bu siyosiy o'zgarishlarni qo'zg'ayoladi degan vatandoshlar. Demak, bu uchsining o'rtasida, ya'ni Rossiya markaziy hokimiyati shu 3 qism o'rtasidagi asosliq bo'layotgan jang. Checheniyaning masalasi kelsak, chechenlarning asosan u yerda vatvarga chiqib ketganligi turdi endi. O Ramzan Qodirovning chiqib vaqiraydigan, jaqiraydigan ishlari tugidi. Bu yerdagi asosliq endi Wagner bilan Rossiya markaziy hokimiyati o'rtasida bir kuch talashish, hokimiyat talashish yo'li qarab turib manqaligi o'tirg'i chiqyapti vatandoshlar. Bu yaxshi xabar. Bu foydali xabar. Ukraina qilgan urush bu oyatda chiqadi adolatsiz urush. Rossiyaning qilayotgan mohiyatini aytgan chaqda xato. Rus hokimiyatimi o'zi hozirgi hokimiyatgacha bo'lgan vaqtning o'zida masalan Putin hokimiyati hozir qadar o'tirib Xitoy tarafida vatandoshlar. Xitoy tarafida keldi. Ham yana shundaqla Uyg'urlarning bugungidek irqiy qirg'inchilik masalasi kelgan vaqtning o'zida Putin hokimiyati Xitoyga ma qilayotgan sening bir qator o'tirib xato degan gaplarni ta hozirga chiqib boqmadi. Ayni vaqtda Stalin hokimiyati Uyg'urlarni Xitoylarga setib, necha million insonning o'limini bugun qadar keltirib chiqargan bo'lsa, bugungi ko'z oldida bo'layotgan irqiy qirg'inchilik masalalari kelgan chaqda Putin hokimiyati yana ko'zini yumib Xitoyga chiroq qarab o'tadi. Chunki diktator. Men shuning uchun bu yerda Yevgeniy Prigojin qo'zg'agan bu ishning davomli o'lg'ib, vaqt kelib qolsa Moskva markaziy hokimiyatini elishini umid qilaman. Men bu yerda Yevgeniy Prigojin o'tirib chiqqaniga bir adolatli sistemdan bo'lib ketadigan ishonmayman. Ammo shundaqdimi bular to'g'ri yo'lni tepishi mumkin. Endi bu yerki suhbatimiz mishaga kelsa vatandoshlar, yana bir kun avval xabarda ko'rdim. Xabarning manbasini tafsil izlab ko'rib olmadim. Masalan, Ukraina armiyasi Kirich ko'rigida shunday dedi, Qrimga tutishadigan ko'rikni bomba bilan urayotganligi xabarlar o'tirg'i chiqdi. Kichik bir yig'on bir teshik tashkilligi. Demak, bu bir Rossiyaning yana bir ojizlik qarab turib kuchlanganligining manqallig'ining bir ifodasi. Nimishqa degan vaqtimizda Qrim ko'rigi vatandoshlar, Kirich ko'rigi degan ko'rik bu Rossiyaninki Qrimga tutishadigan birdan-bir qo'rg'uliq yo'li. Ash ko'rik orqali harbiy askarlar kerakli bo'lgan xom materiallar hamma narsani nasharqliq yo'tkaydi. Bu yerda Ukraina armiyasi g'alabalik holda Qrim ko'rigini urayotgan vaqtning o'zida tushirsa, Rossiyaning Qrim va shu urush rayonlariga yetkazadigan asosli xomashyo liniyasi to'liq uzilgan bo'ldi vatandoshlar. Bu yerga meni ilgari xabarimda Ruslar boshqarilgan bomba o'rlashtirgan bu yana qat'iy uranmaydi degan nuqta bilan po'yitib yurgan xabarlarni anglab o'tirdik. Endi iloyim bu ko'rikni tushiradigan vaqt keldigan o'xshaydi. Endi Rossiya masalasi bilan 18 minut vaqtimizni o'tkazayotdik vatandoshlar. Bu muhim bo'lganidan ozroq so'zdik. Asli temamizga kelsak vatandoshlarimiz, bu bizningki shu ranglik metal doirasida vatandoshlar. Shunda day vatandoshlarimiz, bu ranglik metal doirasida masalan uranium bo'lsin, litium bo'lsin, hozir bundagi litium ustun bo'lgan bu sodiumni o'tirg'a chiqqan, buningga chetishlik doira dunyo bo'yicha eng muhim o'rinda vatandoshlar. Chunki buning hozir qadar siz boshqa manbalarini topolmaysiz. Bizning shu taklimakan, ya'ni Uyg'ur davlatida bu yerda hammasi shu yerdan chiqadi. Bu narsalar shu yerdan, hatto %95%.
Hozir qadar siz boshqa yerdan chiqdi degan bir xabarni topamaysiz. Buning chetishlik doirasi, buningga chetilib qolgan davlat va shirkatlar bek ko'p. Masalan, bunu tipik bir misolini desak, vatandaşlar. Tipik bir misolini desak, Elon Musk var ya, Elon Musk'ni tanımaydigan adam yo'q. Men buni videosini tepib o'tirib, Elon Musk'ninki o'sha Tesla degan mashinani ishlab chiqarib o'tirib, oldida o'tirib, usulga yerlardan o'tirib ko'rsatmoqchidim. Izlab ko'rib baqsanglar bo'ldi. Amerika hükümeti biz Uygur tarafta turib, bu yerda siz yani Elon Musk bilan Amerika hükümetini bir qatorda ko'rib olmang qarindoshlarimiz. Amerika hükümeti Uyg'urlar haqida, masalan, majburiy emgak haqida, erkiy qirg'inchilik haqida qilgan bo'lsa-mu, nurg'un davlatlar bunga amal qilmayotdi. Hatto shu Elon Musk o'xshash shaxslarni hozir qadar Xitoydan bunida qo'l uzguni yo'q. Chunki bu yerda bu g'oyasor bir pul, g'oyasor bir kuch, bu dunyoni o'zgartirgan bir sistema qarab turib kirdi. Siz her daim sözünüzde deysiz. Mesela hazır dünyada bazı yeşil enerji, muhitni bulg'amaydigan yeşil. Xitoy del bizning shu qinimizni Uyg'urning qini bo'lgan hozirgi, masalan, litium, sodium qatorliq bir ranglik moddalardan, masalan, dunyodagi eng ilg'or bo'lgan batareya. Ko'z oldingizga boshqa raketa, kompyuter falan pukini sizlab qoldik, u kichik. Hozir siz qo'ngizda o'tirayotgan hozir dunyoda eng asl mod bo'lgan Tesla. Masalan, Germaniyaning BMW. Hatta siz Türkiye'leriniz maqtab ketadimi shu yaqinda o'tirib degan, voy Turkiya degan TOG degan mashinani ishlab chiqadi. Voy Turkimiz bizning TOG ishlab chiqardi. Ash TOG'larimiz Tesla'ga o'xshash, BMW'ga o'xshash, ash Uyg'ur davlatidan kelgan litium, sodium ash batareyalarni faqatla tumi jihozni o'zi yasab, ash batareyalarni joqqada qo'yish orqali TOG ishlab chiqadi degan ashunda dunyoda o'zidan xalqlanadigan propagandalarga ega bo'ldi vatandoshlar. Mesela Türkiye'de her qanday qadam misol surishtirib baqsin. Anda bo'lsa, men xato so'zlagan bo'lsam, Türkiye biz TOG ishlab chiqardik. Shundoq bir mashina ishlab chiqarayotgan TOG'ning batareyasi nereden keldi? Anda xo'sa Türkiye hükümeti Uyg'urlarning erkiy qirg'inchilik masalalariga kelgan chaqda buningki axloqiy jihatlardan qanaqa bu Uyg'urning qiniga kiribdimi, kirmabdimi? Masalan, misol deylik. Shunaqa kelsak, litium va sodium ranglik metalga kelsak. Bunun %95%'ın hemisi Uygur devletinden çıkardı vatandaşlar. Mesela Türkiye işlep çıkaran TOG, şu maşina, ilgor süpetlik maşinasının bataryası Uygur devletinden. Bataryası litium, sodium. Hazırki bugünkü maşinler ilgirki okşamaydı bugün işlep çıkarıvatkan maşinler. O ilgirki maşinlar özellikle bilirler bununki. Benzin, dizel qatarlık narsalarni işletiyor. Hatta gaz mı işletiyor motorlar. Bugün günde işletilayotgan maşinlarning eng muhim bo'lgan narsa batareya. Uningga faqatla yana shu litium, sodium bilan munosabatli bo'lgan, shuni kelish manbasi bo'lgan buni aqliy chiplarni o'tirib qo'ygan vaqtda bir mashina o'tirib chiqdi. Masalan, Turkiyaning TOG Elon Musk efendim shunda qattiq usul o'ynab ketadigan dunyodagi eng top model bo'lgan Tesla. Tesla'ningki motorlarining hammasi, ya'ni batareyalarning hammasi yana shu Uyg'ur davlatidan. Litium, sodium ranglik metal. Seriq topa. Shu. Germaniyaning BMW, buningga chetish Xitoylarning hammasi shu. Xitoy mashinasini qurol qilish orqali hozir dunyoda 95%ni kontrol qilish orqali dunyoga musharqliq tahdid solyapti. Sen mening muhitni bulg'udim deysan. Xitoy chunki shu korxonalar dunyo korxonalarining u yerda bo'lishi bilan muhitni eng jiq bulg'an davlat Xitoy dunyo bo'yicha. Hozirga qadar dunyodagi ba'zi insonlarning yozgan maqolalariga qarasak, Xitoy osmonda masalan 23 tonna atrofida karbon dioksid gazlar bilan to'shib ketganligini o'tirib qo'ydi. Bu muhit bulg'ash jihatlarda bu dunyoda nurg'un davlatlar Xitoyga qizil signal chiqargan. Masalan, qish vaqtlarida Beijing bu yerda masalan Urumchida bo'lsin 7-8 metr atrofdagi odamni ko'gilolmaydi, maska taqaydigan, muhit bulg'angan. Bunda Xitoy bunaqa ta'tilchi aks tutib, sen bizning muhitni bulg'uding deysiz, anda qolgan bo'lsa, bu yeşil energiya orqali men dunyoni o'zgartiraman deb turib o'tirib chiqdi. Dunyoda yeşil energiya deganlar shu Xitoyni qo'yayotgani. Anda qolsa buni bilan o'zgartiraman deb o'tirib, masalan, Turkiyaning TOG deganlari, masalan Elon Musk'ningki Tesla, BMW buningga doir masalan shu
tok bilan minadigan mashinalarning hammalarini shirkat xo'jayinlarini aşı Uyghur devletiga aşağı taklif qilish orqali xom ashyolarni bo'lish orqali yani şu ranglik metallarni bo'lish orqali ishlab chiqarish orqali ularning hamkorlashish orqali bu yerda masalan biz uchun qonun chiqargan hatta Yevropa davlatlari biz uchun hamkorlashayotgan Uyg'ur masalasiga kelganda mushu shirkatning insonlari, shuncha shirkatning xo'jayinlari Uyg'urlarning axloqiy jihatida qon qarzi kirish orqali o'zining davlatini ma demokratiya bo'lgandan keyin davlatini nurg'uya kelgan vaqtimizda Xitoyning oldida ajiz keltiryapti vatandoshlar. Shuning uchun bu yerda Elon Musk'naga vaqtimizda voy Amerika andaq mandada o'tib bu tushib ketmang. Germaniyaning BMW'ni hisoblagan vaqtingizda siz Germaniyani o'tirib voy meni Germaniya o'tirib bizni qo'llamaydigan falan to'kin demang. Bu yerda demokratik davlat bo'lgandan keyin bu yerda bu korxona shirkatlar u yoqdan bu Uyg'urlarning mecbur emgi Uyg'urlarni qul qilgan bu masaladan voz kechmayotdi buni uchun. Bu yerda shirkatlar mesela aşınığı misal qilgan şirketler. Ama Amerika, Avrupa devletlerinde hiç bo'lmagan vaqtingizda buni hokimiyatlar o'tirib qo'yibdi. Maishin xatadi. Ama konkret tadbir jihatdan qilgan vaqtingizda buning oson to'xtamayotdi vatandoshlarimiz. Siz o'ylab baqing, dunyoda qanday bir inson Tesla'ni yaxshi ko'rmaydi bugun? Qaysi bir so'tib Turkiyadagilarimiz o'tirib Turkiyaning ishlab chiqargan TOG degan mashinasiga o'tirmasam deysiz. Qaysi bir o'tirib men Tesla'da o'tirmasam, qaysi bir o'tirib BMW'da o'tirmasam deydi. Chunki bu nurganingizning TOG mashinasi ishlatsangiz sarfiyat to'van, chiqim to'van, sifat yaxshi. Anda bo'lgandan keyin bunga qiziqadigan insonlarni jiq. Ammo bu maslakaga vaqtingizda bu oson, qulay masala emas vatandoshlar. Men yana sizlarga shuni deyin. O'tganki xabarning o'zida bu shu ben taqatgan xabarning o'zida bu Türk inson shunday dedi. Bu dunyoda çok problem yaratadi shunday dedi. Ay so'ziga diqqat qiling qarindoshlar. Bu problem chiqaradi. O shu injener shunday dedi. Mushu ranglik metal oz uchraydigan masalalarning hammasi Uyg'ur davlatidan chiqdi. Bu kelgusida cho'ng bir problemlarni chiqardi degan chaqda to'g'ri chiqardi. Kechiring vatandoshlar, bu chiqardi. Hatta men shunday dey vatandoshlarimiz. Mushu Xitoy hukumati Uyg'ur davlatidagi mushu ranglik metallarni o'ziga qurol qilish orqali Uyg'urlarni jazo lageriga tiqib o'ltirish orqali bu Uyg'ur degan millatning ismini tatib ham yo'qitmen deb manga vaqtning o'zida vatandoshlar. Bu yerda bir dunyodan sizlarga deb qo'yay. Xitoyga qarta buni vaqtini bilmaymiz. İkinci qata Apple urushiga o'xshash mushu ranglik metal urushini keltirib chiqardi vatandoshlarimiz. Men sizlarga buni kesib unchiqini dey. Xitoy buni bilan qat'iy g'arb dunyosining gapini olmagan chog'da bilishmagan vaqtning o'zida, taqsimlashmagan vaqtning o'zida bu kelgusida g'arb dunyosi bilan maqarana g'arb dunyosi bilan Xitoy o'tirishdan ayni vaqtda Apple urushiga o'xshash ranglik metal urushi yani seyriq topa ranglik metal urushni keltirib chiqadigan darajaga olib vatandoshlarimiz. Hozir u oldi masalan Tesla shirkatlarini u yoqqa olib orqali masalan Turkiya o'zimizda ishlab chiqaraylik, bizda azan emgak kuchi bor degan keyin ada bo'lsa siz tog'ni mishad ishlasang Turkiyada ishlang batareyani biz bir oylar deyish orqali buning uchun mush narsani shunaqa kelish orqali bu yerda Uyg'ur masalasini yepish uchun Uyg'urlarningki bu erkiy qirg'inchilik masalasini xalqaradan uslashtirib yo'qotish uchun harakat qilayotgan bo'lsa bu bunda bo'lavermaydi vatandoshlarimiz. Çünkü bu yerda bir davlatningki masalan davlat bexatarlik uchun ishlatadigan biz ilgari dedik masalan 43 aeroplanlar masalan aqliy iqtidorli butun narsalarning hammasi bu yerga chetlib qolgan vaqtingizda Uyg'urlarga, Uyg'ur davlatiga, Uyg'ur mecbur emgak masalasiga chetlib qolgan ahvol ostida bu masalasini chuqur hal qilish kerak vatandoshlarimiz. U vaqtingizda qanday bo'ldi? Xitoy buni hal qilishga qat'iy urinmagan vaqtingizda biz boy degandek Xitoy bilan g'arb o'tirishda ikkinchi qata Apple urushi deb o'tdik. Mushuni endi bo'ldigan urushlar bo'lib qolgan vaqtingizda, ya'ni ranglik metal urushi, ustozimiz Sidqajiroz degandek seyriq to'p urushi va yoki boshqalarning birlarining til bo'yicha chip urushi yoki mening tilim bo'yicha aytgan vaqtingizda litium, sodium urushlari kelib chiqadi vatandoshlarimiz. Chunki Xitoy buni kontrol qilib oldi. Mushuni qo'ral qilib boshqa davlatlarga
mush orqali o'zi besimni, butun besimni boshqa davlatlarga tengiyotdi. Bu nima? Bu Uyg'ur. Bu Uyg'urning davlati, bu Uyg'urning tuprog'i, bu Uyg'urning qini bilan har bir narsa chambarchas bog'lanib ketgan bugun. Buni yeshish oson qo'layga to'xtamaydi. Xitoy bu orqali yana shundaqday yeshil energiya degan narsalarni o'tirg'i chiqarish orqali dunyoning tubki sistemasini tubdan o'zgartmoqchi bo'lyapti. Bundan boshqa masalan quyosh energiya taxtalari. Quyosh energiya taxtalari. Ashnoning kelish manbasi ranglik metall bizning Uyg'ur davlatining quyosh energiya taxtasi. Hozir dunyoda nurg'ulg'an boylar nurg'ulg'an boylar masalan bu Uyg'ur davlatida 80-yillarda boshlangan. Bati bu quyosh energiya taxtalarini hozir uylarning tepalariga qo'yish orqali uyning tepalariga masalan uyning to'g'risi tepidagi üst qismlariga butunlay shu quyosh energiya taxtasini yamlash orqali qo'rashtirish orqali quyoshdan kelgan masalan quyosh energiya taxtasi orqali bu yerda tok masalalarini inson ba'zi uylarda nurg'un uylar tushib qoldi. O'ylab bakın uyga bir odat selayotgan uy. Uyning ustiga shu Uyg'urlar ishlab chiqargan quyosh energiya taxtalarini butun uyning tashidagi to'g'risi tabiga hammaga yamlashtirib qo'yish orqali buni o'zininki hayotida tok masalalarini, energiya masalalarini nurg'un davlatlar buni hal qilyapti vatandoshlar. Hozir biz nurgadim uchraymiz. Masalan bir shamol chaqpiligi, masalan energiya, masalan shamoldan tok ishlab chiqirdi-ku. Shamoldan tok ishlab chiqirdigan gap vatandoshlarimiz. Shamoldan tok ishlab chiqargan vaqtning o'zida bu tokni bir yerga yig'ish kerak. Tokni bir yerga yig'ish kerak, yana bir batareyaga yig'ish kerak. Batareyaga yig'ib o'tirib boshqaga taqsimlash kerak. Buning manbasimi, ya'ni shu batareya deganning manbasimi, ya'ni shu ranglik metal, ya'ni shu bu Uyg'urning qani, Uyg'urning jeni, shu Uyg'ur davlati. Mushu shu vatandoshlarimiz. Bundaq masalalarni deb kelsak bek ko'p vatandoshlarimiz. Shuning uchun bu maslikaga vaqtning o'zida bizmi qo'limizdan kelishicha o'zimizniki mushundaq jonijon manfaatiga tegishli maslikaga chaqda o'zimiz to'liq bir narsalarni yezishimiz kerak, takrar so'zlashimiz kerak, dunyoga tushuntirishimiz kerak. Sen bu axloqiy jihatlarda Uyg'urlarni mana mushundaq qo'l qilishni ishlarga hamkorlashyapsan. Bu Uyg'urning haqqi bo'lgan bu xalq erkiy qirg'inchilikda jazolarga chekuvadi o'lyapti. Sen bo'lsang o'zingning o'ylarining atroflaring taslaga o'xshash, to'qqa o'xshash, BM o'xshash esin mashinalarining hammasiningki batareyalari nereden kelyapti? Deb o'tirib dunyoga endi savolni qo'ymasak bo'lmaydi vatandoshlar. Biz buni qo'yishimiz kerak. Şunu siz bugungi dunyoda sizningki bir taslardan iborat bir ig'or bir narsalar chiqqan bo'lsa, voy, Elon Musk dunyoni mundoq qilib etdi deb Elon Musk o'tirib qarashdan avval buning manbasi kim deb turib surishtirib baqsangiz, bunda Uyg'urning qani, Uyg'urning tuprog'i, Uyg'urning jini chiqadi. Turkiyamizmi aynan shu. Yani Türkiye'ma mesela Xitoy bilan birlashib hozir yani bir atom elektr stansiyalar qurmoqchi bo'lyapti. Xitoy yani bu uraniumning 238 tipini yani dunyoga atom elektr stansiyalarini qurish orqali bu yerda o'tirib yani bu bo'layotgan ishlar yana mana shu vatandoshlarimiz. Undan boshqa aytgansak vatandoshlar masalan bir paxta buni oldin qismdan o'zi deb bo'ldik. Hatto qo'limizda ishlatayotgan pul, har bir davlatda ishlatayotgan pulimiz bek yaxshi ko'radigan pul, haqiqatan men bek yaxshi ko'raman pulni degandek. Pulni yomon ko'radigan odam yo'q. Kunlik hayotimizda ishlatayotgan pulning manbasi Uyg'ur, shuni paxtadan keladi vatandoshlarimiz. Chunki eng sifatli talaliq paxta tasxilda ayni vaqtimizda mening bilishimcha Siddiq Ajuruz efendim buni rahmat aytamiz musharqiliq tasxillig'iga ustozimiz Siddiq Ajuruzga rahmat aytamiz. Masalan paxta mahsulotlarininki %80%niki bu yerda eng sifatli talab bo'lgandan bu yerda Uyg'urlardan chiqayotgani aniq. Pulmi kelib chiqish manbasi yanada paxta. Bumi Uyg'urga munosabatli vatandoshlarimiz. O qolgan nefit, gaz, ushaqchak bir narsalar qilib qoldi. Dünyadaki. Ama şu meslekeye vaxtınızda dikkat qilib qo'yinglar qarindoshlarimiz. Tokki dair bütün narsalar, masalan, benzin, dizel ishlatmaydigan mashinalar, aqli iqtidorli. Ko'z oldingizga shundoq oldingizga Tesla kelgan vaqtingizda, buniki kelib chiqish manbasi ranglik metal ekan.
Demek bu Uygur'dan dep düşünün. Türkiye'nin to'g'lir o'ltiga vaqtimizda har qanday qadamga qo'ymay o'tirdim. Bu Uyg'ur davlatidan kelgan batareyalarning hammasi mening tupurg'imdan chiqqan, ya'ni mening tupurg'imni bular batareyaga aylantirdi. Men shu batareya orqali menyapman, men tupurg'imni minib o'tiryapman desangiz bo'ldi. Germaniyaniki mana shu. Ondan başqa uyingizga ishiltayotgan telefondan tatib hamma narsa bu gaplarni deb kelsa gap bak chiqib vatandoshlarimiz. Shu millatning egisi, shu boylikning egisi Uyg'urlarni oyoqda Xitoy shuning uchun erkiy qirg'inchilik qilib qirib tashlaydi deydigan gap. Chunki bu o'zining kelgusida bir problem yaratadiganini biladi, ayni vaqtda Turk degandek problem yaratadiganini biladi. Chunki biz men bugun o'tirib Uyg'ur zemini, Uyg'ur davlati Xitoy tilidagi Xinjiang boshqalar bunda deydi. Bu Uyg'urning degan bir Uyg'ur degan alt harfning ustida bo'lgani uchun latin tilda shuning uchun buni taltüks o'chirib etish kerak Xitoy. Shuning uchun Uyg'urlarni taltüks yo'qotib etish kerak. Ma tashqi dunyoda yana ba'zilar chiqishga boshladi, kashf tamiga yetishmagan xotinlarni chiqib, hamda xotin kishi men yaxshi hurmat qilaman. Ba'zi vaqtimizda bizning xotinlarga aytib qolayotgan gaplarni so'zlab soladi-ku. Hamda ba'zi ayollarniki kashf tamiga bo'ladi-ku. Hamda ba'zi ayollarning kashf tamiga yetishmagan ayollar chiqib, hamda Uyg'ur tili deganning o'rniga biz ona til deb turib olamiz. Chunki o'xshamagan davlatlarda yetishgan bolalar bu Uyg'ur tilini o'qimaydi deganni bormoqda. Va shuni onda turib ingliz tilini olamiz desam bo'lmaydi. Dunyoda butunlay xalqaro tilda ingliz tili ishlatiladi. Bir bilan tushunmagan vaqtimizda. Dünyada her qanday insonlar bir yer kelgan vaqtimizda, masalan, Uyg'urlarning yangi yetishgan bolalarning hammasi Uyg'ur tilini tushunmagan bo'lsa, unda bo'lgan bo'lsa ingliz tilini tushundi. Dunyoning hamma yerida ingliz tilini o'rtaq til qo'llanadi. Unda bo'lsa o'rtaq til ingliz deb ishlatib ketavermamsan. Buni sen sabab qilib o'tirib Uyg'urni yo'qotadigan, u yerda Xitoy yo'qotayotgan bo'lsa, tashqi dunyoning o'zida Xitoyni yo'qotishni, Uyg'urni yo'qotishni bir manbasi qilib, Uyg'ur degan bu harfni Uyg'urni yo'qotishning bir taktik qilsam bunaqa ona til deganni Uyg'ur tili deganni biz ona til deganni oldi vaqtda o'tirib. Ashun bir lavza maz tetiqsiz gap. Kashf tamiga yetishmagan xotinlarning da'vatgan gapi vatandoshlar. Bunaqa diqqat qilib qo'yinglar. Her kim oturtup bir yer kelgan vaqtimizda, masalan, Qozog'istonda yetishgan, masalan, o'ylab qo'yinglar, Norvegiyada yetishgan bilan Shvetsiyada, Turkiyada hammasi yetishganlar ona tilida o'tirib, yana ona tili shu til bo'yicha chiqqan bo'lsa, masalan, shunday deylik, shularning til bo'yicha. Ham bir yer kelgan vaqtimizda har bir odam ona tili bilan paranglashgan bo'lsa, Angliyadagisi ingliz tili bilan, Germaniyadagi german tili bilan, chunki ularning ona tili shunday chiqib demiş. Anda bo'lgan bo'lsa, Hindistondagisi Hindistonning tili bilan chiqqan bo'lsa, bir yer kelgan vaqtimizda har kim ona tili bilan paranglashsa, sarangliq chiqmamda u. Saramamda u yerda bir til bo'lish kerak. Shuning uchun bu yerda Uyg'ur tilini olamiz degan o'lchamdan qichiyotdi nurg'onlar. Tushundingizmi? Endi bu Uyg'ur deganga o'ch. U yoqda Xitoy yo'qtimiz deyotdi. Tashqi dunyoda har turli Uyg'urlar bilan bu Uyg'ur degan olti harfga o'ch. Tushundingizmi? Chunki maqsad Uyg'urni yo'qotish. Çünkü Uyg'ur mevcut bo'lgan ahvolatida u tuproq bugun Xitoy tilida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida o'tirib Uyg'urdan o'tirib xalqaro e'tirof qilayotgan ahvolatida Uyg'ur degan bu alt harf mavjud bo'ladigan bu dunyo uchun cho'ng problemni hatto vaqt kelib qolsa boy deganda o'tirib ikkinchi qator apilning urushiga o'xshash seriq to'p urushni keltirib chiqardigani bu biladi. Tashqi dunyodagi jasuslar, xayrlar buni biladi. Shuning uchun o'tirib har doim Uyg'ur dema. Uyg'urga shuning uchun o'ch. Qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz takror deb keldik. Yig'lab yurib o'tirib ba'zilari Xinjiang genosid deymiz desa, birisi Turkiston genosid degan chaqda men yo'q. Sizni Xinjiangni yo'qotish mumkin, Turkistonning vaqt kelib qolsa hali xolimasligi mumkin, ammo Uyg'ur degan olti harf yo'qolmaydi. Xaritada bor. Shuning uchun biz buni Uyg'ur genosid deymiz o'tirib, Uyg'urda turib yerimiz bu shu vatandoshlarimiz. Bunun Uyg'ur degan bu olti harfning ostida cho'ng hikmat bor. Cho'ng vaqt kelib qolsa urushlar bor. Cho'ng qirg'inchiliklar bor vatandoshlarimiz. G'arb dunyosi bilan Xitoy va yoki boshqalar o'tirib Uyg'ur masalasini ko'mib qo'yib, shu ranglik metal masalasida dunyoni o'zgartirish bosqichiga kirayotgan ranglik metal masalasida kelishilmagan holatda Xitoy davomli buni qo'ral qilib o'tirib, dunyoni shunday
harbiy sanoatdan tortib sizning kishilik turmushi telefoningizga qadar o'tirib men kontrol qilaman deb mangan vaqtingizda qanday ish chiqadi? Xitoy kelishmagan vaqtingizda urush kelib chiqadi. Hozirgidek masalan Elon Musk'ga Uyg'ur davlatida shirkat qurib berish orqali Tok degan Turkiyaniki mashinalarga batareyani yo'llab berish orqali Germaniyaga uni berish orqali boylarga, odatdagi boylarga, sanoqli boylarga buni berish orqali ma'lum mezgil dunyoning og'zini yopgan bilan u mangulik yapolmaydi vatandoshlarimiz uni. Bu bir hal qiladigan masala. Shuning uchun oldin qatimliq so'zimizda bu turk qarindishimizning devatgan so'zi to'g'ri. Bu cho'ng bir problemni yaratadigan to'g'ri. Biz shuni qo'shilamiz. Bu vaqtda biz shunday qarab bo'lsak, shunchalik to'xtalay vatandoshlar. Endi undan boshqa deb kelsak vatandoshlarimiz, masalan Falastinning raisi Mahmud Abbas Xitoyni ziyorat qilgan chaqda nima deganini o'zinglar bilasizlar. Bu to'g'riliq Uyg'urlarni o'tirib inkos qaytargan bo'ldi. Bo'libmi Turkiyaniki medialarda qattiq inkoslarni qo'zg'adi. Bu Mahmud Abbas chiqdi o'tirdi bu yerda bir pishliq berib, bu Uyg'urlarni bir terrorist desang bo'ladi degan vaqtimizda bu yerda shu Turkiyaning medialaridagi Uyg'urlarni zaten Uyg'urlarni oqlaydigan medialar yaxshi bu orqali Turkiya medialariga rahmat deymiz. Bu yerda masalan Falastinning Türkiye'de turuşluq elçixonasi buni ochiq bir bayonot bildirib, "Yo'q, bu xabarning manbasi yolg'on. Biz bunday gaplarni dinida yo'q" degan gaplarni o'tirib chiqadi vatandoshlar. Men bu orqali nima demoqchi vatandoshlarimiz? Bu orqali men bir narsani deb qo'ymoqchi. vatandoshlarimiz. Xitoy hukumati dunyoga tinchlik so'kiti bo'yicha, ya'ni men tinchlik masalan Eron bilan Saudiya Arabistonni yarashtirgan bo'ldi ya. Endi bu yerda Falastin bilan Isroilni yarashtiramiz degan siniq taktika bo'yicha dunyoga bir yarashtirguchi, tinchlikni xohlovchi, tinchlik yo'lida mang'ich qatorda o'tirib chiqadi vatandoshlar. Bu masala qanday bo'lib yetdi degan vaqtimizda yana muayyatdan aytgan vaqtimizda Uyg'urlarning masalasini, irqiy qirg'inchilik, Uyg'urlarning davlatchilik masalasini hozir qadar sizningki bu islom salvash davlatlarimiz qo'llamadi ya. Ham buniki qo'llamaydi. Buniki ashqishliq manbasini nereden biladi deysiniz? Xitoy mana shunday Falastinni burundan tortib qo'llab keladi. Bu Falastin bilan Isroil o'tirishdagi masala ikkinchi dunyo urushidan qolgan masala vatandoshlar. Aynı vaqtida masalan Isroiliya davlat qurilgan vaqtida Sovet ittifoqi bugünkidek Xitoyning rolini olgan. Bütün islom davlatlariga, musulmon davlatlarga Falastinni qo'llaydiganligi, Isroiliyani qo'llamaydiganligi o'tirib chiqqan. Chiqarish orqali bütün musulmon davlatlarini Sovet ittifoqi o'zining yeniga to'plagandi. Mana bu ayni usul bo'yicha bu yerda Rus asosida yiqilish qarab turibdi. Ayni usul bo'yicha Xitoy o'tirib chiqib, burundan 92-yil qadar bu Falastinni qo'llab kelgan. Chunki ayni vaqtda bütün kommunizm lageri Falastinni qo'llab kelgan. Qarindoshlarimiz ma'ni bilim. Endi Xitoy ayni vaqtdagi naq Sovet ittifoqining rolini elib, endi kelgan chaqda Falastinning rahbarlarini u yerga akilib, Xitoyga ziyorat qildirib, bu birinchi qatorliq emas. Yilda beryapti, Falastinning har bir rahbarlari beryapti. Hozir qadar Xitoyning Falastinni qo'llaydigan siyosati o'zgarmoqda. Bu orqali nima desak, ayni vaqtda Sovet ittifoqiga o'xshash rolini o'zi qo'lga olib, bütün musulmon dunyosiga shunda deydiki, ko'rdingizmi? Sizning muqaddas kitobingizning o'zida Isroil nasaralarini anda degan, manda degan deb mollalar kashki tashviq qildi-ku, dushmanlar tashviq qildi-ku. Mana Xitoy hukumati bu tashqi ko'rinishda ko'rdingizmi, biz Falastinni qo'llaymiz. Biz Isroilga qarshi degan propagandalarni ko'tarib chiqirdi vatandoshlarimiz. Bu faqatla nima degan vaqtimizda musulmon davlatlarning Uyg'urni qo'llab-qo'zmaslik uchun shunda bir taktikani o'ynab chiqdi. Bu Falastin masalasida taktikani o'ynab chiqdi. Shuning uchun Mahmud Abbas Xitoyda. Shuning uchun u Uyg'urni terrorist deydi. Bu yer bir Falastin masalasi emas, bu yerdagi masala berib, Falastin masalasi emas, bu yerdagi islom davlatlarining hammasi bu yerda Falastin masalasini qo'llaydi. %97% musulmon davlatlarining hammasi Falastin tarafda. Andaqda Xitoy Falastinni qo'llagandan keyin musulmon davlatlari kimni qo'llaydi? Andaqda Xitoyni qo'llaydi degan gap. Andaqda Xitoyni qo'llagan ekan bu yerda nima uchun Xitoyni qo'llagan ekan kimni sotadi? Bu yerda Uyg'urni sotadi degan gap.
Shuning uchun sizning Xitoy tashkillagan delegatsiyalarniki mollalar, halqa sanlik mollalar berib, Uyg'ur davlatiga berib, bu yerda irqiy qirg'inchilik yo'q, ko'zini yumib irqiy qirg'inchilik yo'q deb o'tirib kelganlarning hammasi bu bir siyosat. Bu bizning muqaddas dinimizdan hech qanday aloqasi yo'q. Mushuningga, mushuna o'tirib kallastima te boshlarning hammasi ishindgan gap. Yani shunday deb qo'yay, mushu Uyg'ur masalasining kuchayishiga ergishib Xitoy Falastin masalasini ching tutdi. Falastinni qat'iy qo'llaydiganligi bo'lib, hattoki vaqt kelib qolsa, men kelgusida Falastinni ozod qilaman. Xuddi Erdo'g'an chiqib vaqirab vaqtiga o'tirib, shuni o'xshash, men Falastinni ozod qilaman deb o'tirib chiqqan vaqtimizda bütün mushu sallovaşlarimizning hammasi saqolsizdan saqolsizga o'tirib, mana o'tirib, Xitoy mana bizning haqiqiy liderimizga emasmi? Bizning muqaddas kitobimizning o'zida men Amerika g'arb dunyosi masalan bu ismini tilg'anmay, bu muqaddas kitobimizdan kimni o'tirib chiqayotganligi aniq nurg'un mazmunlar chiqadi-ku. Mana bular o'tirib, buni qarshi bo'lgan bo'lsa, mana Xitoyning o'zi mendan o'tirib, bu vaqt kelib qolsaydiki, bu Isroilga qarshi kelgan, Falastinni qo'llayotgan. Shuning uchun biz Falastin tarafida turishimiz kerak. Falastin tarafida turganlikning o'zi Xitoy tarafida turganlik bo'ldi. Biz bu taraf turishimiz orqali mang'ad vatandoshlarimiz. Bu orqali Xitoy hukumatı Uyg'ur masalasiniki musulmon dunyosidagi obrazini butunlay xunuklaştirdi va yo'qlashtirdi. Shu sababdan bugungi qadar islom davlatlari Uyg'ur masalasini qo'llamaydi. Menda moyat bu yerda. Davlatdan berayotgan, davlatdan mollalarga berayotgan menda bu yerda vatandoshlarimiz. Yana takrorday Xitoy hukumatı mushu uzoq qolmay va kelgusida biz Falastinni ozod qilamiz degan shuarlarni ko'tarib chiqarish orqali islom davlatlarini, musulmon davlatlarini Uyg'urlarni qo'llab-quzmaydigan holatga eltib uchun bu shuarlarni ko'tarib chiqib, mushunda bir yolg'on shuarlarni o'tirib chiqardi. O ozod qilishi mumkin emas. O Falastinning o'zi degan bir odatga bir davlat ustida harakat qilyotdi. Davlat ustida harakat qilyotdi. O bir davlat ustida harakat qilyotdi. Bizning ichimizda siyosatchilar bu masalani millatga mayli ziyonlar bo'lsin, nurg'un yetarli darajada tushuntirmayotdi. Masalan, 2 yil avval Falastin bilan Isroil o'rtasida o'chig'ini deyli, Hamas bilan Isroil o'rtasida to'g'risi chiqdi. Hamas bilan Isroil o'rtasida urush chiqqan vaqtimizda, shu vaqtimizda nima chiqdi? Men Uyg'urlar qaysi maydonda turish kerak? Uyg'urlar Isroilning maydonda turgani yaxshi degan vaqtimizda meni butun saqolliqdan tortib saqolsizgacha, hatto ichimizdagi yolg'on bo'rlar chiqib o'tirib bizni tilimizni yo'q ammo o'tirib bunga raddiya inkoslarni berib ketdi. Hamas bilan Isroil o'rtasida urush chiqsa, bir terrorist organ bilan Isroil o'rtasida urush chiqsa, buni Falastinga qo'shib o'tirib, buni cho'maytib o'tirib vaqt kelib qolsa, bugungi Falastinning rahbarimi Hamasga qarshi. Hamasni terrorist deb turibdi. Bu hatta bugungi Falastinning shu Mahmud Abbosni Hamasni terrorist deb o'tirgan vaqtimizda bu yerda chat tursa, urushga aralashmay, ma ichimizdan chiqqan saranglar, boshlar qilishmaydigan chiqib, voy biz Falastin tarafida turishimiz kerak degan gaplar bilan o'tirib mediada mening shu vaqtda bergan Uyg'urlar Isroil tarafida turish kerak degan so'zimizga qarshi shu Turkiyadan ba'zi medialar o'rlashtirgan programmaga Uyg'urlarchilikka nurg'un ziyolilar takrar chiqish orqali shunday raddiyadan berib ketdi. Ko'rdik bugun nima bo'ldi? Falastin tarafida turamiz. Bu adolat deganimiz Falastinning rahbarlari bir Uyg'urlar o'tirib terrorist deb keldi ya. Xudoga shukr, Uyg'urlarning qilchiq inkos qo'zg'algan boshqa bu Turkiya medialarida yaxshi raddiya berdi. Masalan, Davlat Bahçeli Turkiyadagi masalan partiyaning odamlari parlamentda o'tirib, buniga bu xatolikda o'tirib chiqadi. Mushu dalil, mushu faktlar yeta vatandoshlarimiz. Siyosat o'rganing. Siyosatda qaysi maydonda turishni biling. Bizning turadigan nuqtamiz Isroil, Amerika va g'arb dunyosi. Sizning Falastinlarimizdan Xitoyga berib yalaydigan, Uyg'urga terrorist deydigan siyosat chiqdiki, chiqmaydi. Bu gap men ikkinchi qatam shunday deb qo'yay. Endi 3-temaga kelsak vatandoshlarimiz. Ko'pchilik nurg'unlagan masala bugun ozroq uzab ketadigan o'xshaydi. Buni men tushuntirib qo'yay vatandoshlarimiz. 3-tema qaysi degan vaqtimizda O'rta Osiyo xatarining ichida vatandoshlar.
bizning shu WhatsApp to'plardan bo'lsin, har yerdan Xitoylar tekra O'rta Osiyo bizningda, O'rta Osiyo qadimdan tortib bizningda degan bu tashviqotlar hozir bara ko'payish qarab turibdi. Ya bu vaqtmi, masalan, Sidiq Ro'za apandim ogohlantirish deydi endi. O'rta Osiyo sen diqqat qilgin degan gaplarni dedi. Masalan, buni degan chaqda Xitoyning yer shari vaqt gezisi, ya'ni josuslarning o'rgani bo'lgan yer shari vaqt gezitida Blinken apandim qaytgandan keyin O'rta Osiyo mushroylar qadim tong davridan tortib bizning degan gaplarni endi hukumat organlariga chiqqan gap. Ilgari shaxsiylarning o'rinlarini qo'lida edi. Shaxsiylar mujtaq tashviqotlarni qilib bergan. To'yqsiz o'tirib xaridlar. Shaxsiylarning qo'lida O'rta Osiyo bizning degan narsalarni o'tirib chiqqan vatandoshlar. Ham bugun davlat organlariga chiqyapti. Anda olgan bo'lsa, bu masalani nima uchun o'tirib Antoniy Blinken apandim Xitoyni ziyorat qilib qaytgandan keyin bu masala o'tirib chiqdi? Bu chiqcha qilgan masala emas vatandoshlar. Antoniy Blinken apandim qaytgan vaqtning o'zida tabiiyki o'tirib bu yerga konkret masalalar, qaysi masala o'tirib men bir narsa deyamayman. Bu masalada kelishamaganligi masalan China Unsensort dunyodagi nurg'un muloyizma qoldirib chiqyapti. Kelishamadi uniki. Anda qolsa Xitoy hukumati buning uchun qanday qilish kerak? Amerika bilan kelishamagan vaqtning o'zida Amerika bilan mush masalalarning o'zida dunyoni boshqarishi, dunyoni men boshqarmadim, cho'ng bir kuch bo'lib o'tirib chiqyapti-ku. O'zinglar bilasizlar. Anda bo'lgan bo'lsa, dunyoni bo'lishib boshqarishni iborat bu yeniliklarni Xitoy o'tirib qo'ydi. Hech bo'lmagan vaqtimizda O'rta Osiyoni Amerikaga shunday deydi. Sen Uyg'ur masalasida qo'l uzgin, vaqt kelib qolsa bo'ladi. Misol deyman-da, Uyg'urlarni Uyg'ur davlatini berish tez. Vaqt kelib qolsa Xitoy degan bir yilgan millat, kayni chekinadi-ku, o'zinglar bilasizlar. Bir erkaklik yo'q millat. Vaqt kelib qolgan vaqtning o'zida Amerika shunday deyishi mumkin. Uyg'ur davlatini anda bo'lgan bo'lsa, bu yerga kishilarni yumshtay va yoki o'tirib sani beray. Anda bo'lgan bo'lsa, O'rta Osiyo menga qoldi, menga qolsin demasmi? Menga qolsin demasmi? Chunki Xitoyning jonijon manfaati O'rta Osiyodan Turkiyaga, butun dunyoga taqaydi-ku. Buni demasmi vatandoshlarimiz? Amerika g'arb dunyosi hech bir zaman Uyg'urning masalasini qo'ldan chiqarmaydi. Biz buniki ranglik metal jihatlardan, insonlik jihatlardan hammasini deb bo'ldik. Anda Xitoy yana bir qadam kayniga chekinib, men bu orqali o'tirib urushib, so'qishib Amerikalarga bu masalani yechishning usulini topay demasmi? Masalan, ashunday deb qoldigan vaqtimizda men Uyg'ur davlatini anda qilgan bo'lsa, sana berdim. Bu yerga O'rta Osiyoning hammasini men oldim. Ma Ipak yo'li o'lmasin. Deb o'tirib kelishib qolgan vaqtchi. Anda bo'lib qolsa-chi. İş undaq bo'lib qolgan chaqda siz nima deysiz? Sizlar Turkistonchilar o'lib olasizmi? Uyg'urlar mustaqil bo'lmasin, bizga Turkiston bo'lgandan keyin biz ashana o'tirib, yo'q, undaq bo'lmasin, Uyg'urlar yana o'tirib 100 yil qulluqning ichida qolib qolsin deyaverasiz. Siz Turkistonchilar shunday deysiz. Ammo Xitoyning bu alternativni o'tirg'i qo'yarligidek, masalan deylik, qo'yarligidek shart-sharoitlar o'tirg'i chiqdi. Nima ishqan? O'rta Osiyo davlatlari ilgari Sovet ittifoqining tarkibida edi. Mustaqil bo'lgandan keyin chegarani qo'g'dash vazifasi Rossiyaning qo'lida edi. Qarindoshlar. Endi Rossiya qanday bo'ldi? Rossiya Ukraina urushiga kirdi. Ukraina urushidan mag'lub bo'lish qarab turib, mana bugun Yevgeniy Prigozhin endi Rossiyaning ichki qismida ichki urush qo'zg'ayman deyotdi. Hokimiyatni o'rayman deyotdi. 25 ming kishilik Wagner qism bilan men Rus hokimiyatini olaman deyotdi. Andaqda ish ulg'uyib, Rusning ichki qismida masalan ichki urush bo'lib, mushundaq ishlar bo'lib qoldi deyli. Anda bo'lgan bo'lsa, O'rta Osiyoning bexatarligini qo'g'dayotgan Rus armiyasining kuchi ichkariga markazlashgan ahvol ostida O'rta Osiyoni kim qo'g'da? Kim qo'g'daydigan bir kuch kim bor? Xitoy allburun mushundaq masaladan Rossiyaning orqa bog'chisi bo'lgan O'rta Osiyoga allburun kirib bo'lgan. İqtisod jihatlarda, siyosiy jihatlarda, tashviqot hamma jihatlarda kirib bo'lgan. Anda qolsa buningga cho'ngroq dunyoga hukmronlik qilayotgan mush sistemga dunyo bo'yicha qarayotgan narsa O'rta Osiyo orqa bog'chisi bo'lgan, Rossiyaning orqa bog'chisi bo'lgan O'rta Osiyoda Rossiya o'zining ishi bilan Ukraina o'zining ichidagi kechiringlar suv icholayman.
o'zining ichidagi problemaga cho'kib ketgan vosita. O'rta Osiyo kimga qoldi desangiz, Xitoyga qoldi degan gap. Endi Xitoy u yoqqa kirib besib olish uchun kimdan ruxsat so'rash kerak? Hatto kimga o'tirib buni ogohlantirish berib qo'yish kerak? Dunyoni boshqarayotgan Amerika, Yevropaga. Mening bilishimcha Amerika, Yevropa ishg'ol qilib ol demaydi uni. Men yodingizda bo'lib ketsin. Ishg'ol qilib olib, kirgin degan gaplarni demaydi. Ammo har narsada birisi bir narsani qalqon qiladigan aniq. Bugungi O'rta Osiyo hech qanday bir qalqonsiz, qo'rimsiz, boshqurishsiz bir cho'ng kuchlik, masalan Rossiyadek bir davlatning masalan Xitoydan chegaralarini qo'g'dashsiz qilib qoldi. Yani ikkinchilab o'tirib O'rta Osiyolik davlatlar qaysi bir nuqtani xato qildi desangiz, meni esimda qolishicha 5-oyning 20-kuni, mening bilishimcha 5-oyning 20-kuni shuni xato qilgan bo'lsa, yaxshilab kuzatib olasizlar, tuzatib olasizlar, hatto men tuzatib berasizlar. 5-oyning 20-kuni mening bilishimcha G7 davlatlar Yaponiyada yig'inashdi deb turib o'ylayman. Şu vaqtimizda naq maydonga yurib o'tirib Xitoyda Xi'anda, ya'ni ayni vaqtdagi Tangslozning poytaxti bo'lgan Xi'anga kaniga yo'g'on tong degan harfni yezib qo'yib, tong degan imperiya bo'lgan ahvoni yezib qo'yib, bu yerda 5 davlatning rahbarlarini yig'ib G'arbdagi 7 davlat sanoatlashgan 7 davlat qarshi bu yerda bir kunning o'zida yig'inashganligini siz qanday tushunasiz? Demek ki Xitoy bu yerda davotidi. Siz u yerda yettimiz birlashib biz Xitoyga qarshi bo'lgan bo'lsangiz, men bir emas. Men mo'yinda shaykalardan yendan o'tirib, men 6 ni yig'ib keldim, 5 ni yig'ib keldim. Biz 6 sizga qarshi chiqamiz deganni shunda deb turib tushun, unda boshqa qanday deb turib tushunasizlar? Vatandoshlar. Yani aşağı O'rta Osiyo davlatlari o'zi bordir. Ondaqdan demakchi bo'lgan bu yerda G7 davlati, 7 davlat yig'in ochib, Xitoyni anda bo'lgan bo'lsa, Xitoyning qanday tahdidlarini oldini olamiz deb o'tirib yig'in ochayotgan bo'lsa, bu yerda o'tirib tong degan harfning qishiga yana O'rta Osiyodagi 5 davlat Xitoylar qo'shilib o'tirib bu yerda o'tirsa, ikkinchi bir bunga qarshi, G7ga qarshi bir blokda. Ya'ni bu qutbda o'tirsa, siz buni qanday tushunasiz? Dünya bununla O'rta Osiyo davlatlariga azroq bir tishini ko'chiradigan pul lozim qilib beribdi deb tushunami va yoki O'rta Osiyo davlatlari Xitoy tarafga turib bizga qarshi chiqib etibdi deb turib tushunami? Masalan, G7 davlatlari. Andaqda misol deylik. Xitoy hukumati mana O'rta Osiyo davlatlarini men bilan bilmoqchi. Bular Rosdan voz kechdi. Orqa bag'chisi Ros ishga urishda voz kechdi. Buni pul beryaptimi, hamma narsani beryaptimi? Anda bo'lgan bo'lsa, bular bizlar minishni xohlaydi. Amerika G'arb dunyosi O'rta Osiyoning ishiga aralashma. Men bu yerni olaman deb qanday qilasiz? Xitoy kiradi degan gap. Xitoy oladi degan gap. Xitoy u yerni bosadi degan gap. Real qandaqki vatandoshlarimiz. Ish mushanimizda O'rta Osiyo xatarning ichida vatandoshlarimiz. Biz ilgirdan tatib suhbatlarimizda takrar so'zlab keldik, takrar so'zladik. Ba'zan O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz chiqib qo'ysang o'tirib bergan pul verib so'zlayotgan bo'lsa, nima uchun bu O'rta Osiyo ishlari bilan, nima uchun bu O'rta Osiyo ishlarini jiq so'zlaysa, bu yana tuz tomoni ekan. Biz shu tuz tomog'ini yeganligi uchun, ularga dushmanligimiz emas, ularni yaxshi ko'rganligimiz uchun Uyg'urlarga yordam qilmaganimiz aniq. Hech bo'lmagan chog'da o'zingizga bo'lsa, o'zingizga ega chiqing deganlik uchun bu maydaga chiqib bu gaplarni deyapmiz, bu gaplarni so'zlayapmiz. Vatandoshlar. O'rta Osiyo hozir bir Xitoy yevasam bo'ladi degan go'shnon holati keldi. Go'shnon. Xitoy xohlagan vaqtimizda, xohlagan moment, xohlagan sekund ichida u yerga bostirib kirib, mening desa bo'ladigan holatga keldi vatandoshlarimiz. Gap buning qaysi usulni qo'llandi, qaysi taktika, qaysi metodni qo'llandi deganga qolib qoldi. Bir xuloslaylik, bu O'rta Osiyoni qo'g'dab turayotgan Rossiya bugun Ukraina urushida bitdi.
arka bağıtısı qarğıda küçük qanmadı. İki, Yevgeniy Prigojin bugün Moskva hakimiyetiga 25 ming kishilik qo'shin bilan bu siyosiy o'zgarish qo'zg'adi. Ilohim Yevgeniy Prigojinning ishi ulug' bo'lgan, natijalik bo'lgan deymiz. Endi bu xalqaro siyosiy jihatdan aytgan vaqtning o'zida O'rta Osiyodagi 5 davlat naq 5-ayning 20 kuni G7 davlatlar bu yerda Xitoyning tahdidiga qanday taqabul turimiz deb yig'inni echayotgan bo'lsa, O'rta Osiyodagi 5 davlat Xitoy uyushtirgan Tang degan harfning yeniga kelib, Xitoy bu O'rta Osiyo bizning da o'tirib shu yerni to'g'rilayotganini bilib turibmi, yana Xitoyning yanida g'arbdagi G7ning qarshi blogida o'rin olgan bo'lsa, siz nima deysiz? Men shuna dey. Bugungi G7 degan davlatning o'rnida bo'lsam, ular 5 davlat Xitoyning sepidan o'rin olib, menga dominat qilgan bo'lsa, cho'ngchilik qilgan bo'lsa, men bir yig'iz gapni men shunday detdim. Ha, bular o'tirib, anda qo'ygan bo'lsa, Uyg'urlar ko'rgan Uyg'urlarga yordam qilmadi. Uyg'urlarni vaqt kelib qolsa, setyapti. Endi bizga mi qarshi chiqadigan darajaga kelgan bo'lsa, Xitoyning dardini tatib baqsin. Uyg'urlar tatgan kunni tatib baqsin. Tassin. Uyg'urdan qo'lini o'z Uyg'ur davlatini bizga O'rta Osiyodan kir. Ya, bular degan gapni men detdim. Bu mening fikrim. Ama g'arb dunyosi bunda demaydi deb o'ylayman. Ama siz ishni deyamaysiz-ki, ishni bilamaysiz-ki. Ikki dunyo urush mazgilida bizning davlatimizda qanday qildi? Bizning davlatimizning xalqaro jamiyatning tashqi Mong'oliya badligi bizning davlatimizda Xitoyga setayotgan rosti. Shu vaqtda Stalin, Churchill, Rooseveltlar batiq bu yerda kuch belgilaydi. Ha? Qanday shuni ish qilmasin? Bugun kunga o'tib qanday bo'lgan bo'lsa, Xitoy men g'arb dunyosidan urush qiluvchi O'rta Osiyoni ma'lay, andan bo'lgan bo'lsa Uyg'uristonni sal deb qaschu. Biz bunday ehtimollikni yo'q deyamaymiz. Yana takrorda bizning 1944 bizning davlatimiz tuprog'imizni shu vaqtda o'zimiz Stalin Batir, Churchill Batir, Roosevelt Batir. Ko'z oldida tashqi Mong'oliya badligi biz Uyg'ur davlatini Xitoyga setyapti. Chunki kuch shundoq. Ayni vaqtimizda bunda qilib Amerika g'arb dunyosining yana Stalin, Churchilllarning gap qilmasligiga sababimiz bir vada Uyg'urlarning Amerika g'arb dunyosi, ya'ni Angliya, Amerikada qanchalik tug'anligida bu yerki masala bu bir o'lcham. Ikkinchidan Sovet Ittifoqininki Osiyo rayonida 80% urushda g'alaba qilganligida Stalinning. Shuning uchun uni Stalin men olaman dedi ularga. Tashqi Mong'oliya mustaqil bo'ladi, men bu Uyg'ur davlatini Xitoyga berman deb tamg'ani jang urgan vaqtimizda Osiyo rayonida 80% urushda g'alaba qilgan Rusning oldida ayni vaqtda Churchill, Roosevelt ham gap qilolmay qolgan. Mening tushuncham shu. Andaqda bugun uning naq aksi bo'lib qolsa, qanday bo'ladi sizcha? Hech narsa bo'lmaydi. Uyg'uriston mustaqil bo'lib, O'rta Osiyo Xitoyning qo'liga tushib qolsa, men hayron qolmayman. Hayron qoldigingiz kim degan joyda Uyg'ur mustaqil bo'lamiz-ki bizning Turkistonimiz o'lmasin deb o'tirib hozir Turkistonda vaqiraydiganlar o'ylab qolsalar vatandoshlar. Bugungi suhbatim shu 1 soat atrofiga berib qoldi vatandoshlar. Anda bo'lsa, shu suhbatni men oxirlashtirsam, qarindoshlarimiz YouTube kanalimga kirib turib ko'ra olasiz. Taqib qo'yishni unutmang. Meni har doim taqib qo'yishni unutmang degan darsni unutib qolmang. YouTube kanaliga Erkin Rozi deb turib yozsangiz, buni men YouTube kanalimga qo'shilib qo'yman. Ko'rib beqinglar, anglanglar, ko'pchilikka taqib qo'yinglar vatandoshlarimiz. Buni o'rtaq huzurlayli. Muhim narsalarni o'tirib qo'ydik deb turib tushunamiz. Vatandoshlarimiz muhim narsani o'tirib qo'ydik. Masalan, dunyo uchun kam bo'lmaydigan bu ayni vaqtda Turkning misolga oldim. Shu ayni vaqtda ayni videodagi. Bu dunyo uchun cho'ng problem yaratadi. Turkchada çok problem yaratadi dedi. Degandek bu ranglik metal masalasi dunyoda cho'ng bir problem yaratadi. Chiqirdi vatandoshlar. Bu aniq. Chiroyli bevosita hal qiladigan masala kiramagan chog'da bu cho'ng bir Uyg'ur va Uyg'ur davlati ranglik metal dunyoda cho'ng bir problemlarni keltirib chiqardi.
İki bir de Palestin İsrail meselesinde kelgüçte Xitoy men Palestinni ozod qilaman degan shuarlar bo'yicha bu salla boshlar davlatini o'zining kayniga egashtirib oladi. Yana Uyg'ur masalasini, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik masalasini islom dunyosida nol qilish harakatini kuchaytirishga qarab turmoqda. Ularning Palestinni ozod qilib qo'yadigan niyati yo'q, ham qilolmaydiganini biladi. Bu orqali Arab va musulmon davlatlarini o'zining qo'yniga yeniga tortish orqali bizning davoyimizni qo'llayotgan g'arb dunyosini oz sonli holatga tushirish va yoki yetim qoldirish bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni davomli qilish va Uyg'urni yo'qotish strategiyasi uchun bu Falastin taktikasini o'tirib qo'ydi. Buningga bizning mollalarimizni tatib hammasi Qur'onni tushunmaydigan, bizning büyük kitobimizni tushunmaydigan Xitoy mollalari, jasus mollar chiqib o'tirib, Xitoy to'g'rini deyotdi. Mana bizning kitobimizning o'zida Yahudi Nasara Bati bunu do'st tutmanglar deganda dushman tuting. Mana Xitoymi o'tirib, buni do'st tutmaslikqa qarab turib, menibdi, mushuni kayinda mangayli deb o'tirib, Uyg'urni qiribag'icha Xitoyga yana 20-30 yil kerak-ku endi. Shuning uchun shu mollami Xitoyning foydasiga afsun o'qib, fatvolarni chiqarib qarab turdi deb turib o'ylayman vatanish. Bu taktikani qo'llanadi deb o'ylayman. Üçüncüden O'rta masalasini 3 nuqtani o'tirib qo'ydik. O'rta Osiyo bugun bir go'shtdan o'xshash qoldi. Rus ahvolda Xitoy buni qarab turibdi. Qarab turibdi. Qachon kirish, qachon elish masalasi bu Xitoyning insonligi masalasi. To'rtinchidan Uyg'urlarning mustaqillik masalasi balkim O'rta Osiyoning naq aksichi bo'lishi mumkin vatandoshlarimiz. Uyg'urlar bugun mushunda qirg'inchilik bo'layotgan vaqtida hech qanday ish qilmadik. Qarindoshlar, e'tirof qilishimiz kerakki, Uyg'urlarning mustaqil bo'lishi sizlarga eng oxirida Amerika g'arb dunyosidan voz kechmang. Isroil bu maydon bir tarafda o'tirib turadigan strategiyadan voz kechmang vatandoshlarimiz. Uyg'urlarning mustaqil bo'lishi vatandoshlar Amerika va g'arb dunyosining rostindagi vaqtimizda bir insonlik masala deb o'ylayman vatandoshlar. Bu hamma narsa o'tirib chiqib bo'ldi, hamma narsani bilib bo'ldik deb tushunmandi. Bugungi suhbatim müşahede bo'lsa vatandaşlarımız, suhbatni men oxirlashtiray. Shanba kuni tekrar xayrlik bo'lsin. Men dushanbadan boshlab ish qilmayman, kam degan chaqda 20 kun atroflarda yo'qolib ketma, aqchi topmasa qolmaydi. Qarindoshlarimiz, heyt yaxshi o'tkazinglar, bolalarga mendan salom aytinglar, videolarni taqishni unutib qolmanglar. YouTube'dan, Facebook'dan ko'ralaysizlar. YouTube'dan kirib turib ko'ralaysizlar vatandaşlar. Facebook'dan nurg'ullar avarchiq chiqirga ashundaq bo'ldi. Yana birisi yodinglarda bo'lsin, sizga deb qo'y. Turkiyaning TOG degan mashinasiga, masalan, Tesla degan mashinalarga, BMW'larga, fasohatlik pechat mashinalar o'tirgan vaqtingizda Elon Musk'ni Turkiyaning TOG'ini, BMW'ni o'ylashdan avval men Uyg'urimning qanida o'tiryapman. Mening tuprog'imdan kelgan material, ya'ni mening tuprog'imning ustida turib, menib ketyapman deb tushunasiz va bunga shunday muomala qilasiz vatandoshlarimiz. Ko'rishgaman bulaylik, xo'sh vatandoshlar.